musobaqalarda o'sha muvaffaqiyatli ishtirok etishimiz uchun bizga yordam beradigan muhim psixologik qoida insonlar bilan doim shunday kelishuvda yoki murosada qolish. Buni o'ylashimiz mumkin, nima musobaqalar, sport va insonlar bilan qandaydir murosa, buni nima aloqadorligi bor deyishimiz mumkin. Ko'p holatda biz o'sha kim bilandir, balki u ayniqsa o'zimizni oila a'zomiz bo'lishi mumkin, balki u bizni murabbiyimiz bo'lishi mumkin. Agar jamoada ishlayotgan bo'lsak, jamoaviy qandaydir tur shakldagi musobaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni jamoadoshlarimiz bo'lishi mumkin yoki raqiblarimiz bo'lishi mumkin va biz ular bilan insoniy munosabatlarda murosani saqlashimiz kerak. Aynan o'sha murosa bizga ortiqcha salbiy emotsiyalar bilan o'ralashib qolmasligimizni bir kafolatlaydi. Lekin qandaydir kelishmovchiliklar bizni sport natijalarimizga u yoki bu tarzda umuman olganda ijobiy ta'sir qilmasligi aniq. Va o'sha har doim murosaga erishishga, murosa hosil qilib qandaydir munosabatlarni o'zingizda ijtimoiy munosabatlarni tashkil etishga harakat qiling. Va bu narsa, bu tavsiya, bu qoida nafaqat sportchilarni o'ziga, balki sportchilarni eng yaqin insonlari, trenerlar, o'sha murabbiylar, ota-onalar, agar yuqoriroq oliy darajadagi sportchilar bo'ladigan bo'lsa, bevosita sportchilarga mas'ul bo'lgan qandaydir ma'murlar, menejerlar, ularga hammasiga tegishli. Ya'ni sportchi murosada qolishi kerak. Sportchida shunday ijtimoiy kelishmovchiliklar bo'lmasligi kerak deyishimiz noto'g'ri bo'ladi, chunki uni iloji yo'q. Qandaydir kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin, lekin shu kelishmovchiliklarni ham murosa shakliga, murosa darajasiga keltirib qo'yishimiz sportchini psixologik holatini barqaror va musobaqaga tayyor holatda saqlashga yordam berishi mumkin.